Qani chiroylilar, kimning kasakchasi bor, kimning netto ishlari bor. Olaman u ketaman. Nima qilib? 8 ta o'ynashim bor. Bitta qo'yga ham indamay anaqa yuribdi gaplashib. Sizga yolg'on mangachim bitta netto ishga dollar pochen. Kim u? Nima sotib olaman dedi? Kelinglar haloyiq. Haloyiq kelinglar. Pochinchani boshladik. Hep qolinglar, olaman ketaman. Nima deyapsan, lo'li bashara? Bitta netto ishingizga bitta dollar beraman deyapman, apacha. Meni netto ishim umuman yo'q. Hech kim aybini qilganini hech kimga aytmaydi-ku. Masalan, men narigi mahalladagi Tursunmurod bilan yurganimni aytdimmi sizga? Sizga aytdimmi? Avnaqa bo'lsa birinchi bo'lib men chiqarganman. Buni yeri bilan yurganman. Men buni o'g'li bilan yurganman. Men bu to'nkani yeri bilan yurganman. 80 kilo chiqdi. Aytdim-ku men sen lo'qqa 8 tasi bilan juratdi. Okey, 8 ta dollarcha. Mana ko'rdinglarmi, hayotda ochiq bo'lsangiz shunaqa pullar kelaveradi. To'xtanglar, men chiqaman. Hayajonlanmang, hammaga yetadi pul. 40 kilo bosibsan bacham. Nima qiloding? To'g'risini ayt. Bitta o'tirganda hech nima qilganim yo'q, endi biron nima qilishim kerak. Dori sotganlar ham bo'ladimi, opa? Operatsiyaga pul berganlar-chi, suxurlar. Tarozidan urganlar ham bo'ladimi, o'rgili? Menga qarang, bog'chada bolalarni rosa uraman-da, keyin bolalarning haqqini uyga olib ketaman. Uyim bo'radimi? Hammasi biladi, o'rgilaylar. Ana shuncha dollarlar kitobda sizlarni. Sizlar deyishi. 70 kilo. Men fake akkaunt ochib, hamma mashhurlarga yozib o'tiraman. G'iybat qilib. Menga qarang, lo'lobcha, men folbin yuraman-da, u ham bo'ladimi? Kanishni biladi. Ana shundaylar kerak-da. Kelinimning uyini buz bordi, 3 ta bolasi bilan ko'chama-ko'cha xor bo'lib yurdi. Endi ukam onasi o'tmaganiga uylantiraman. Chiqqani bacham, sen yomon og'ir bosasan lekin. 100 kilo. Endi akam oilasini o'qitaman, ketdim. Endi apachon siz chiqing. Siz o'chirib sizga keldi. Yo'q, men chiqmayman. Men bularga o'xshagan iflos emasman. Yoshligingizda bir xatpat yozgan joylaringiz yo'qmi? Bo'lgan. Ana shunga 100 dollar beraman, kommunalka chay ziyofasiz chiqing. 10 kilo. 10 kilo. 200. Yolg'onchi bu, kazyol bu. Lo'liga ishonmalar. Apajon, bu 200 ni faqatgina g'iybat qilganlar uradi-da. Siz g'iybatchani yomon bosasiz-da, terisini ayting. Bir hammada bo'ladi-da endi. 2000 dollar apajon. Shuncha pullar endi bularga nima olsam ekan? Qalani lo'la. Ha? Shuncha bergan dollarlari tuproqqa aylanib qoldi. Ha? Yo'q. Albanda bo'ldim. Men hech kim olmaydi-da, Tursundan boshqa. Tursun chaqiringlar-da menga.